Assalomu alaykum hammaga. Mana 25-maylar ham o'tdi, bolalar bitirdi. Qaysidir ma'noda haqiqiy hayot boshlandi. Hamma ba'zilar o'qishga harakat qiladi, ba'zilar ishlashga, ba'zilar Rossiyaga ketadi. O'qishga kira olmaganlar ham menimcha ish qidiradi yo ish topa olmasa Rossiyaga yo boshqa davlatlarga ketadi. Shunaqa videolar ko'rdim o'rtoqlar. Bu o'g'il bolalarda hozirgi yosh avlodning testosteroni pasayib ketyaptimi bilmadim. Xonada ashula qo'yib olib, bitiruvchi haqida ashula qo'yib yig'lab o'tirib qizlar bilan qizlarga o'xshab. Bu nima bu bolalar, nima bo'lyapti sizlarga? Hammasi joyidami? Testosteronlar joyidami? Shug'ullanyapsizlarmi? Og'ir tosh ko'taryapsizlarmi? Turnik ajmaniya deganda erkak degan bu vajohatli bo'lmaydimi o'rtoqlar? Erkak degan men mujikni oila boqaydigan, uylantirib qo'ysa farzandli bo'ladigan erkak bu bir vajohatli bo'lmaydimi bunday? Nima bu sinf xolasida yig'lab o'tiribsizlar, qizlarga qo'shilib ol. Qanaqa holat bu o'rtoqlar? Sal nima deydi? Erkaklik haqida dars beraylik endi farzandlarimizga o'rtoqlar, bolalarimizga erkaklik haqida, erkak qanaqa bo'lishi haqida. Nima deysizlar shu fikrga? Nimaga bolalarimiz unaqa xotinchalish bo'lib ketyapti kundan kun? Yosh avlod bir g'alati xotinchalish bir yig'lab oradimi, bir narsalar qo'yadi. Yig'lamaylar. Muziki valislarga tushib bu o'g'il bolalar sal farosatni ishlatinglar. Bu sizlarga mahram bo'lmagan qizlarni qo'lidan ushlab, pichoqlab, ko'ylaklarga qo'llarni kraska qilib, bir joylarini ushlab, nimalar bo'lyapti? Bu o'qituvchilarimiz qayoqqa qarayapti? O'qituvchilik degani bu faqat ana chiste matematika, fizikadan dars berish emas, balki tarbiya ham berish, qaysidir ma'noda o'zini qayerda qanaqa tutish, shu narsalarni ham o'rgatmaysizlarmi? Nima bu qizlarni qo'llarini kraska qilib duch kelgan joylaridan ushlayapti? Bu otalar bu qizlaringga aytmaysizlarmi? Begona bola bir joylaringdan ushlamasin, qo'lidan ushlamasin. To'g'ri 9 yil birga o'qigan, lekin u qizlar turmushga chiqishi bor. Erta yerni oldida vijdon degan narsalar bor, bilasizlarmi shuni? O'rtoqlar, e'tibor beringlar. Ota-onalar farzand tarbiyasiga, Apshe farzandlarimiz hozirgi yosh avlod yengil bo'lib ketgan, rosa yengil. Bir-birini quchoqlaydi, bir-birini ko'taradi, bir-biriga suvlar sepadi, yomg'irlarda raqsga tushadi. Bir g'alati ishlar qilishyapti. Tarbiyaga nima bo'lyapti? Yarim kechalari ko'chaga chiqsa, soat 8 da qizlar yuribdi, bola-chalar bilan. Yosh qizchalar. Apshe hali ona suti o'zidan ketmagan qizchalar ko'chada yuribdi. Otalari qanday ruxsat berib qo'ygan? Ularni kiyinishini ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Bu qayerdan kelgan? Tailanddan kelganmi bu qiz, Amerikadan kelganmi deb o'ylaysiz. Mayli, albatta bu meni shaxsiy fikrim. Mana o'zlaring bilasizlar, hayot sizlarniki. Mushuk bo'laylik deyman-da. Yigitmisan, yigit bo'lish kerak. Unaqa sinf xonalarida o'tirib yig'lab bir narsalarni, muzikalarni qo'yib hissiyotga berilmaslik kerak o'rtoqlar. Sog' bo'lasizlar.